Salam, aziz qarindoshlar, hammalarning hozir vaqtinglar xeyirli bo'lsin. Men Avstraliya Tangirtaq ayollar uyushmasining taklifi bilan, ya'ni Germaniyada o'zimning hozirgi qilayotgan kasbim yuz terisini asrash to'g'risidagi ba'zi uchirgan nuqsonlarni sizlarga deb bermoqchiman. Ya'ni yuz terisi buningdagidek üst qat teri, o'rta qat teri, ast qat teri deb uch qat teriga bo'linadi. Ya'ni terilar normal teri süpsüzlük pakiz hech qanday bo'lmagan terilar. Undan keyin qurg'oq terilar bunga o'xshash yerilib ketgan, suv tarkibi yo'q terilar. Undan keyin mayliq teri, bu rasmni chiqaramidim. Mayliq terilar yerlar paqirab ketgan, yog'i chiqib turgan terilar, yog'liq terilar. Undan keyin bu yerda donxo'rak terilar, yana aknada qo'yimiz hamiyalar, donxo'raklar chiqib ketgan, kasal terilar deb ataymiz. Ondan keyin bu yerda bu nazik, sensitiv reaksiya qiladigan terilar, bu nazik terilar kirdi. Aslında qizirib ketadigan bu terilar. Ondan keyin so'zlaydiganim terining aslida, masalan, bu shuqat qapqara narsalarni ko'rdik, terilar buzilib ketadi. Asti qat teridagi teri tüşküçleri zahmlanib, shuna qapqara narsalar chiqadi. Shuning uchun terimizni ishlatgan vaqtda, yuzimizni ishlatganda bak muhim diqqat qilgan narsalar. Masalan, yuzimizning uch qat terining ichidagi birinchi bu rasmdagi ko'rsagan pakiz teridan chiqadigan hech qanday narsa chiqmaydi. Mavi o'rta qat teridan chiqadigan oppoq pigment, appak damg'araklar. Bu qapqara chiqqan asti teridan chiqqan bu qapqara narsalar. Undan keyin chiqqan seriq damg'arak chiqadi. Undan keyin bu qon jiring aralash damg'araklar chiqadi. Bunday ahvol ostida biz teri kasalliklar bilimlariga, ya'ni berishimiz, dorixonalardan yaxshi mudofaa qilgan dorilarni ishlatishimiz maylani. Yani bo'lsa, ishonchli kosmetik salonlarga berib, yuzimizni haftada bir qatim ko'rsatib baqsaq, bu teri buzilib ketganlar degan yerima. Masalan, normal teridagilar bo'lsa, amal bor, oyda bir qatim kosmetiklarga berib, yuzimizni diqqat qilib, qaysi teriga keladi, qaysini ishlatsam muvofiq deb, shularni bir qissa, masalan, qudratimiz yetsa, vaqtimiz yetsa, yetmaydi uyda desa, men degandek, masalan, men uyda yuz suyuqligini ishlatgan vaqtimda süt tarkibidagi yuz suyuqligini ishlatman. Bu hamma terilarga muvofiq keladi. Supun ishlatmayman. Animiz jiq odamlar borga so'rab vaqtim supun ishlatamiz deydi. Supun yuziga tegsa, yuzimizning terisini buzib o'tadi. Ximiyalik moddasi bor. Eng yaxshisi supunni badanimiz, yuzimizga tegizmaydi. Undan keyin yuzimizga to'liqlig'icha suv to'liqlig'icha bu ama teriga muvofiq emas. O'zimizning qaysi tipdagi teriga kirganligini bilib, shu tipdagi teriga kelgan suyuqlikni yuz to'liqlig'icha ishlatishimiz. Undan keyin masalan, ko'z meyi bu yer qardab ketadigan, qo'riq tushib ketadigan, tortishadigan qurg'oqlikdan shunday qo'riqlar tushib ketadi. Shu ko'z meyi ajoyib muhim narsa. Bu alloh kelgan amma ko'z meyimiz qarash kerak. Ko'z meyining qo'riqlarni oldini olamdi, qardog'larni tushiramdi. Undan keyin oqshimi atdiganisi doim ishlatish kerak. Bu doim bir mayni ishlatsangiz 2-3 kun unum bermaydi. Cho'qim uni 3-4 oy ishlatgandan keyin qarab baqsiz unum bo'ldimi, bo'lmadimi deb. Undan keyin ishlatilgan zegumlar yuzimizga talatki mehnat atmosferalarning oldini oladi, yüzimizni nurlantiradi, ko'pchilik narsalardan mudofaa qiladi. Undan keyin ishlatilgan mening yuzim terisi qurg'oq teri. Men bu mayni ishlatman. Yuz mayni aqshimiz yuzim yuvib bo'lgandan keyin bir tindan ishlatib uxlab yatsam terim yaxshi turdi. Chunki uyda zaytun yog'laringlar bo'lsa, zaytun yog'ida surkab uxlasanglar qurg'oq terilarga foydali deb o'ylayman. Yana bir so'zlaydiganim, atdigin aqshim ishlatadigan, masalan, yuz mayinglar cho'qim o'zinglarga mos kelgan yuz maylarni atdigin aqshimisi ishlasanglar bo'ladi. Undan keyin erlarga deydiganim bir narsa, u sizlarmi yuzinglarni saqlab bo'lgan ishlatadigan suyuqlikni
Əvvəl teranlar qaysib kirdi. Şunun qartan dükanlarga kirgan vaqtida qarab, mening qurg'oq kelman, mayliq kelman, mundaq kelib, şunun tushliq kelgan, mas kelgan suyuqlikni ishlatinglar. Bo'lmasa saqallarga vaqtinglarda buzilib ketgan, qon chiqilgan, to'la daniqroq chiqib, yuzinglarning sağlamlığı buzulub ketadi. Shuning uchun biz hammamiz axşamisi vaqtida uxlaylik, 2 litr suvni ichaylik, o'zimizni ko'p asraylik. Şuna o'xshash anandan hasallarni ko'plab yuzimizga maskalarni qilib bersak, bu yuzimizniki daniqroqlar buzilib ketgan yerlarniki bakteriyalarni o'ldirish roli bor ekan. Tuxumning eqi tortishtiradi, barangini qaynatib uning suyiga, uni postdan suyib bo'lgandan keyin tuxumning eqi bilan hasal bilan aralashtirib, maska qilsak dağlarının aldını alıdı, dağınıqlarını pəzəydidu, şuna oxşaş. Degəndək, öydə hər xil yeyimişlərini özümüz micib, maskalarını qılıb, qıpəsək bu öydümü, şuna bir xil diqqat qılımız deb oylayımız. Şunun üçün mənim bilgələrim şunçilik diqqat qılığan işlər. Allah'a amanət.